terma jamoa to'ltirish kerak bo'lsa, bitta ikkita o'yinchini qo'shimcha chaqirishardi. Mana shu holatga to'g'ri kelib qolgan. Endi u payt gapni ochig'i 21 yosh kuchga to'lgan paytim, qandaydir o'zi meni uslubim qandaydir jangovar, qo'rquv bo'lmagan mehnat orqali, mana shunaqa jangovarlik orqali katta futbolga kirib kelganman. To'g'ri karyeram davomida, faoliyatim davomida aytaylik muvaffaqiyatsiz o'yinlarim ham bo'lgan. Mana aytib o'tdik Janubiy Koreyaga qarshi, lekin muvaffaqiyatli o'yinlarim ham ko'p bo'lgan va muvaffaqiyatli o'yinlarimdan biri mana shu debyut o'yinimga to'g'ri kelgan. To'g'ri, birinchi o'yinda hayajon bo'lgan. Ayniqsa mana o'yinga chiqishdan oldin aniq eslayman, tribunalar to'la O'zbekiston gimni o'yinini ko'ksingizga qo'lingizni qo'yib tursangiz, ichidan yuragingiz chiqib ketadigandek uradi, shu darajada uradi. Lekin o'yinga chiqqandan keyin aniq harakat bilan, ishonch bilan o'ynashni boshlasangiz, bu hayajon, qo'rquv yo'qolib boradi va o'sha o'yinda qandaydir muvaffaqiyatli boshlagan va o'zimga ishonch o'sha o'yin davomida saqlanib qolgan.